Elektr skuter sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum. Qadr-baland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Ushbu ko'rib turgan elektr skuterlaring zudlik bilan sotiladi. Pul juda ham zarur ekan. Manzil qayerda deysizmi? Manzil Farg'ona shahar Kirgili Sharq mehmonxonasi yaqinida. Ushbu ko'rib turgan skuterlaring zudlik bilan sotiladi. Bu skuter o'zi bozorda 11-10,5 million so'm atrofida, lekin hozir pul zarur bo'lganligi sababli ushbu skuter arzon narxda berib yuboramiz deyishyapti. Skuter egalari narxiga keladigan bo'lsak 6 million 500 ming so'm baho so'ralyapti. Yana mos irimiga o'tib beradigan joy bor. Undan tashqari bitta zaryadkasi bilan ushbu skuter bemalol 50-60 kilometr yuradi. Holati a'lo darajada yangi. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olsalaring bo'laveradi. Mana tepaga telefon raqamlari qo'yib qo'yapman. Bog'laning, gaplashing va bemalol ushbu skuterda xarid qilsalaring bo'laveradi. Undan tashqari hoji tog'alarga, akalarimizga, opalarimizga, oilali insonlarga juda ham asqotadi ushbu skuter. Ko'ringlar, yoqsa bemalol xarid qilaveramiz. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azbemovning jamoasi bo'ldi. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunsa, video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib shunaqangi skuter izlayotgan do'stimizga maksimal darajada jo'natib qo'yamiz.